Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtlar xayrli bo'lsin. Biz bugungi videomizda virus haqida to'xtalamiz. Ya'ni kompyuterimizga qaysi virus sozlovchilarni qo'chilash orqali viruslardan qutulamiz bu haqda to'xtalamiz. Undan esa birinchi savol, ya'ni virus degan nima? Virus deganimiz kompyuterdagi yomon niyatlik yumshoq detallar bo'lib, bizga har qaysi taraflardan eng ziyonga uchrayotgan viruslardan biri shu ko'ragil olgan viruslar. Ya'ni ma'lum bir narsani xushmasdan tushirib qolamiz yoki ma'lum bir narsadan birlikda tushib qoladi, biz sezmay qolamiz, shundan ichilib ketadi. Ichilib ketgan vaqtda avtomatik butun hujjatlarimizga qulub silitishi orqali va qulub silitish bilan birga ostiga xat qo'yib qo'ydi. Ya'ni shu hujjatlaringiz ko'ragilindi. Ma'lum vaqt ichida manchilik pulni ma shaklda menga vatib bergandan keyin sizga buningki qulupninki ochqichini qaytarib berma yoki vatib berma degandek tekstlar bilan so'z qoldirib qo'yib bizga butun hujjatlarimizni ko'ragil bo'ldi. Buningki ba'zilari ishildi, ba'zilari ishilmaydi. Pul sap qutulib qolganini hech anglab boqmadik. Shunlashqa so'kagicha to'g'on soladigan gap bor ko'nglida. Biz ashundaq yomon niyatlik kishilarninki ziyonkashlikka uchramasligimiz uchun eng yaxshi bo'lgan va eng arzon bo'lgan yumshoq detallarni, ya'ni virus tozalash yumshoq detallarini qo'chilash orqali kompyuterni biroz bexatarlikqa ekilamiz. Endi qaraydigan bo'lsak, hammanglarning kompyuterda balkim 360 larninki yoki Tanshunning degandek virus sozlovchilar bo'lishi mumkin. Ammo hozirgi bir internet davrida, hozirgi bir texnik uchur davrida bu toza ishonchlik emas. Undan so'ng biz qaysi yumshoq detallarni qo'chilash orqali biz bexatar kompyuter muhiti hosil qila olamiz vaqtda oldi bilan dunyodagi eng donglik oldin qatordagi shu virus tozalash yumshoq detallarini test qilgan, ya'ni sinab qiladigan bir organ bor. Shu organ bilan tanishib chiqaylik va shu organninki sinab qilgan natijalari orqali biz shuni qarta tanlashib boraylik. Undan so'ng biz Google'ga kirib AV test deb yozgandan keyin ma shaklda turib chiqadi. Endi bu AV testga nima degan vaqtda bu AV test Germaniyada qurilgan va 15 yildan beri o'zi yakka holatda, ya'ni hech qanday bir hukumatga, hech qanday bir nimaga bog'liq bo'lmagan ahvol ostida shundaq sinab qilish xizmatini, sinab qilishni davomlashtirib kelayotgan bir institut. Ya'ni buningki inglizcha atalishi The Independent IT Security Institute. Qarasanglar shu mana bu AV test, ya'ni bu institut haqida texmo ko'p fikrlarga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar Google'dan izlash orqali ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ldi. Undan so'ng biz boshqa qarasak, bu yerda qaranglar. Test for home user deb, ya'ni test for business user debdi. Ya'ni bu yerda shu oilamizdagi kompyuterlarga qarata debdi. Ya'ni bu yerda shirkat yoki korxonalardagi kompyuterlarninki testlarini debdi. Endi biz ko'pincha kishilar oila bo'lganligi uchun biz oilaninkini tanlasak bo'ldi. Bu yerda qarasanglar Android antivirus, Mac OS, Windows degandek bor. Bizningki hozirning o'zida mashg'ulot qilayotganimiz Windows bo'lganligi uchun Windows'nikini ko'rib boqaylik. Va dunyoda hozir eng ziyonkashlikka uchrayotgan sistemaning o'zi ham Windows bo'lganligi uchun Windows'ni ko'rib boqaylik. Buni ochgandan keyin qarasanglar December 2019. Ya'ni 2020-yillik test, ya'ni sinaq e'lon qilinmoqchi o'xshaydi. Hozirgi eng oxirgi sinaq shu ekan. Qarasanglar Windows 10 va December 2019 debdi. Ya'ni 2019-yilninki oxir, ya'ni 12-oyda e'lon qilingan sinaq natijasi ekan. Qarasanglar hamda Prodaker deb bor. Bu yerda shuningki o'zi virus sozlash detallarininki ismi va boshqa bo'lgan turlari. Qarasanglar bizningki asosiy maqsad virus sozlash, ammo bir-birisidan farqli bo'lgan usullar orqali yoki ko'rinmalar orqali
müştaq farqlanda. Hamda qarasaňlar bu ýerde Beýdundan ba, Tanşundan ba, 360 ba, Panda depdi bu ýerde. Şununğa okşaş yumşak detallar ba. Bu ýerde ýok amma, ma tizimlikde ýok. Şu sebäpden onunki işletişçanlygy, süpeti her jihatdan ýaxşy bolmaganlygy üçin ma tizimlikge kiremegen. Hamda qarasaňlar bu ýerde Product dep ba, mana hamda bu ýerde Certified. Muşu AV testden bergen guwaname. Qarasaňlar hemmesi de ba. Anan Protection depdi, anan Performance depdi, anan Usability depdi. Qarasaňlar Protection degen bununki qarasaňlar bu ýerde Protection dep ba. Bunyň özü gogdaş, muhafazat qilish demekçi. Bunyň özüdimi ýani 6 numara agalla. Bu ýerdeki Gate Data degen Internet Security degeni 5'te 5 numara apdy. Gagalary meselem 5 numara agallary barken 4,5 numara agallary barken 6 numara. Ýani bunyň umumy numary 6 numara içinde hesaplaýdy. Ana bu ýerde performance ýani-ki bununki iqtidary içindemi ýani 6'ta 5,5 degenlik. Ana usability degen bununki işletişçanlygy. Hamda qarasaňlar bir-birisinden farkly turupdy. Ýani tolyk 6 numara agallary barken. Hem bunyň içinde meselem biraz tonuş bolganlardan, amma bäzileri haklyk, bäzileri haksız. Bunyň içinde fakat bu ýerde free and to use depdi. Awasyny biraz haksızlardan ýaxşy hemde. Hamda qarasaňlar meselem mawo Russiýanynki Kaspersky degenini hiç bakaýly. Qarasaňlar bununki bu ýerdeki her bir işletişçanlyk kompýuterninki merkezi bir tarap gogaç. Anandaki kompýuterninki rawallygy garta her bir testleri bar bu ýerde. Şunuň okşaş hemmesini özüňiz halagan birisini görüp alsaňlar boldy. Amma Windows'ninki asli neşir sisteminden bile çykdygan Windows Defender degenninki bar, amma bu hakyky neşir işletägänler. Hakyky neşir Windows işletägänler pek köp bolmaganlygy üçin goşumça halatda işletçilerine tavsiye kılymyz. Bizmi ýene Avastny tavsiye kılymyz. Hem özümizmi işletip gelýärmiz, körünüz jihatdan, işletişçanlykda jihatdan halala ýaxşy. Maw oşgunja ýani 2019-njy ýyly oşgunja 5'te performance ýani işletiş iqtidary jihatdan 5,5 numara apgapdy. Garaňlarda biz özümüz işletip atganymy hem setelip işletip atganymyzmy şu eger setolmay işletseňlermi halala ýaxşy. Ýani bu haksız neşirmi ba. Ondan sonra biz Torbeketge çykyp buna haksız nuskusyny düşüreýli. Hazır düşüp da mana. Düşüp bolgandan muny içip hazır özüde kaçylaýdy da. Ma şekilde çykdy birinji kadamda. Biz buni kaçırmaýmys. Bunu kaçırmaýmys bevasta. Başny basymsa. Çünki mawo sol tarap asydyky goşuny besesek, şu Avastnyň özüniň tor köýgüçisini kaçylap goýdy. Men Google'ninki tor köýgüçisi ýaxşy gögelim üçin bunu toktaýdym. Bevasmy işleseňlermi boldy. Emma oň tarapda kaçylanady da görüp atganyňlardek kompýuterlaryny öçürmäňler. Do not turn off your computer depdi. Qarasaňlar üstel üstüge Avastnyňki icons ýani sinbelisi çykdy. Biz bunu dowamlaşdyrmyz. Qarasaňlar hazır kompýuterni tez süretde bir tekşirýärdi da. Keyinki kadam ýene dowamly tekşirýärdi. Keyinki kadam hazır men tez besip ketgenligim üçin bu şekilde eskerç çykdy. Men toktatyp duray we tekşirişni dowamlaşdyrsyn. Hazır dowamlaşdyrýardy da. Görüp atganyňlardek malware ýok depdi. Malware'nin özü ABM sözlep ötkenimdek şundak yaman niyetlik görügil bolgan yumşak detallarny demekçi. Şundan keyin kadam meýerde qarasaňlar bäzi ýuwçuklar, bäzi näsler bopdy. Men bevasta bunu basyma. Bunu basgandan keyin qarasaňlar bununki haklyk neşiri. Yani bu iqtidar
Bu iqtidor faqat haqliq nashrlar uchun ishlanadi. Agar yana haqsiz nashrni davomli ishlatavermoqchi bo'lsanglar, buni xatoni besib, mana shu shaklda o'chirsanlar bo'ldi. Xatoni bosamiz. Shundan mana bu yashilni, ya'ni sol tarafdagini bosamiz va oxirlashtiramiz. Mana o'ng tarafdagini bosamiz. Qarasanglar, endi video so'zlash yumshoq detallarningki ovoz free antivirus deganninki ko'rinmaydigan ekanlik. Ya'ni bosh beti. Qarasanglar, bu yerda endi mavla haqliq, ya'ni setib olgandan keyin ishlaydi. Buning ichida bular haqliq, ya'ni setib olgandan keyin ishlaydi. Buning ichida ba'zilari, ya'ni masalan mana o'zi ayrim narsa. Qaranglar. Qaranglar, mavlaning o'zimi ayrim har birisi ayrim narsa. Buni ayrim setilish kerak. Faqat muhim bo'lgan mush video sozlashninki mush qismlari, ya'ni to'liq tozalash, ya'ni butun qattiq diskalarni tortib hammani to'liq tozalash. Bundan keyin bossak, bu yerdagi bexatarlik tomlari qaranglar. Mana. Mushular haqsiz ishlaydi hozircha. Endi buni haqliq nashrni bir ko'rib boqayli. Ma ustidagi menu deganni besib, bu yerdagi setting degan besib, bu yerdan tilni tanlash orqali yana tillarni, o'zinglar biladigan tillarni almashtirsanlar bo'ldi. Qarasanglar, mana bu shaklda turkcha qo'shildi. Men buni bosgandan keyin hammasi turkcha bo'ldi. Endi shu yeni dil ekla degan, ya'ni mushalar qaragan vaqtda uyg'ur tili yo'q. Agar bu shirkat ma'qul ko'rsa, biz tez suratda shu ko'rinmaydi va boshqa yerlarni uyg'urcha tarjima qilib avatib bergandan keyin patiyaqanda balkim shu tillarning orasiga uyg'ur tili qo'shilib qolishi mumkin va shu hamma o'rinlarni biz uyg'urcha holatda ishlata olishimiz mumkin. Qani biz tirishib baqsak, uning natijasini shu shaklda e'lon qilamiz. Unda bo'lsa, buning haqliq nashrini bir ko'rib boqayli. Qanday setib olamiz? Endi qaranglar, ovozni besib qaraydigan bo'lsanglar, buningki baholarini qanday bilamiz degan vaqtda bu yerda uy yoki shirkatlar debdi. Biz uyninkini tanlaymiz. PCN debdiq. Undan keyin ma'ni bosamiz. Endi biz taxmin tafsilroq ko'rmoqchi bo'lsak, men o'ng tarafdagi alishverishni bosgandan keyin qarasanglar, bu yerda haqsiz bo'lgan, ya'ni biz qachlagan haqsiz bo'lgan nusxasiningki faqat qila oladigan iqtidorlar ma'lum. Mush ishni ham qila oladi. Ammo 150 lira to'lab, 1 yil ichida 150 lira to'lab ishlatganimizningki haqliq nashrninki, ya'ni mush iqtidorlarni o'z ichiga oldi. Hamda ya'ni 10 tane kompyuter bilan yillikqa 200 lira to'laymiz. Qaraganda iqtidori ma'ning bilan o'xshash, ammo 10 kompyuter ishlata olamiz. Shunlashqa bir kompyuterga 150 lira to'lagandan 10 kompyuterga 200 lira to'lagan texmo mantiqli. Shunga agar imkoninglar yer bersa 10 nafar qarindoshinglar bilan so'zlashib, har biringlar 20 liradan chiqarib Turkiyadagilarga so'zlayapman. Boshqa yerdagilarga shu shaklda hal qilib 10 kompyuterga bu shaklda qochilib olsanglar, texmo bexatar holatga keldi va shu yumshoq detal texmo yuqori sifat bilan kompyuterlarni qo'llashga tirishadi. Udulliq har bir yangilanmalar kelsa avtomatik mishadan yanglab turdi. Qarasanglar, mana udulliq yanglab turdi. Setib olgandan keyin mush ovozningki aktivlash nomerini aytib berdi. Aktivlash nomerini biz bu yerga kirgizamiz. Kirgizib, bu shaklda kirgizgandan keyin jazmlashadi. Qarasanglar, men bu yerga ochiq nomerini kirgizib bo'lgandan keyin girishni bosgandan keyin mana shaklda qancha kun qolganligini chiqarib turdi. Masalan, men 283 kundan keyin buningki vaqti to'shidi ekan, men davomlashtiraman. Davomlashtirgandan keyin ovozningki haqiqiy nashriga o'tgan bo'ldi. Hozir jazmlanishyapti.
Qarasaňlar jezimleş bolgandan keyin kompýuterini gaýta gusatuş togrusida bir eskert çykdy. Men ýani keyin eskert degeni basay. 1 saatdan keyin qarasaňlar ileri men tozup duray. Mana qarasaňlar hemde bütün ykdyrlary içildi. Mamy içildi. Mawlanyňky ma'lum bir kysmy içilmedi. Mawlany içiş üçin ýene aýrym-aýrym setiliş kerek. Lekin onuňa hazırça kerek ýok. Hoşunda kılıp biz muşu yumşak detalny bir görüp çykkan boldyk. Qarasaňlar meýerde IBM Free dep batdy, ýani haksız dep batdy. Hemde hazır özgüripdi, mana Premium Security depdi. Hoş, ondan soň biz bugünkü videomuzda mana muşu virus sozlukçanyny bir görüp ötken boldyk. Hemde çokum muşu awasyny setilýän dep täwsiýe kılmaýmys. Bu görünmüş jihatdan, işletiş jihatdan, kompýuterniňki rawalyky jihatdan, anan muhim bolgany hak jihatdan, ýani kymmat bolmaslygy sebebilen biz muşuny tanlap işletken boldyk. Derecesi o kadar tön emas. Eger ykdysadyňyz ýetse, Kaspersky-ny işleseňler boldy. Meýerdeki Norton Security'ni işleseňler boldy. Kagany öz aňlaryň tanlaşy. Hoş, ondan soň bugünkü videomuz müşahede ýoklaşdy. Keyinki videolarymyz görüşen bolar, aman bogayslar. Ahyrda tehim köp garyndaşlaryň paýdalanyş üçin özleri täwsiýe kılıp goýuşny we bizning tehim terakky kıla alışymyz üçin astadyky ýaktyryş könükçüsini besişni unutmagaysızlar. Allaha emanet.